Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 80-sure Abasa. Mekkede nazil bo'lgan 42 oyat. Nihayet şefqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Yeningga ama kelganligi uchun payg'ambar alayhissalom tarini turdi va yuzini o'rib oldi. Ey Muhammad, nim bilsan, balki o sendan olgan ma'rifat bilan gunohlardan pokilanishi mumkin. Yoki vaz nasihat anlab onundan foydalanishi mumkin. O'zini imondan behojat hisoblaydigan odamga kelsak, sen onunga yuzlanasan. O kufrdan, gunohlardan poklanmasa, sana nemizini? Sendan ma'rifat tilab, Allohdan qo'rqqan holda yugurib kelgan kishiga kelsak, sen onunga qaramay qo'ysan. Buningdan keyin unda qilmagan bu oyatlar vazdir. Xolgan odam buningdan vaz nasihat oladi. O yana Qur'on oyatlar qimmatlik, qadri yuqori pak sahifalarga yozilgandir. O marhamatlik yaxshi farishtalardan bo'lgan putukchilarning qo'lidadir. İnsonga la'nat bo'lsin-ki, o ajab kafir bo'ldi. Allah onu nimadan yaratdi? Allah onu abi ma'nidan yaratdi. O to'liq yoritilib bo'lguncha Allah onu bir qancha bosqichlarga bo'lib paydan-pay yaratdi. Ondan onunga yo'lni osonlashtirib berdi. Ondan onu vafot qildirdi, onunga ko'miladigan qabrni barpo qildi. Ondan Allah onu xalqan vaqtda tirildirdi. Hergiz undaq emas. Yani bu kafir insan takabburlikdan yansın. O Allah'ның buyurganlarını bija keltirmedi. İnsan özünün yemeklikleriga ibret nazarı bilan qarasın. Biz bulutdan zor miqdarda yağmur yağdırdık. Ondan ziminni onundan o'simliklarni chiqarish bilan yardık. Sizlarning va hayvonlaringlarning manfaatlanishi uchun ziminda ochliqlarni, üzümni, o't yoshlarni, zaytunni, xormini, daraxtlar quyuq bog'larni, turlik meyvelarni, o't cho'plarni o'stirdik. Qiyomatning quloqni gaz qilg'idek qattiq ovozi kelgan chaqda hamma odam o'z holi bilan bo'lib qoladi. O kunda kishi o'zining qarindishidan, onasidan, otasidan, xotinidan va bolalardan qochadi. O kunda har odamning bir holi bo'ladi-ki, uning boshqalarga qarashiga shu holi yor bermaydi. O kunda nurg'un yuzlardan nur, kulki va xushal quramliq yig'ib turadi. Yana o kunda nurg'un yuzlarni chang to'zon besib ketgan, qardab ketgan bo'ladi. Bular bo'lsa kofirlardir, fojirlardir.